Budjetning narxli uchastka so'raganlar uchun mana shu ko'rib turgan 3,5 sotuvli tayyor patkuruch holatdagi uchastkamizni bor yo'g'i $85,000 ga sotiladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, lokatsiyani tushuntirib beraman. Planirovkasi keladigan bo'lsa, darvozaxonani ko'rasizlar, kattagina 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Burchida letniy kuxnaga joylar tashab ketilgan. Bu yoqda zeleniy zona va orqa tarafda ham uzun yo'lakcha qildirilib, bitta sanuzlar ham joylashgan bo'ladi. Hozir ichkaridan ham o'zim tushuntirib beraman. Asosiy binoga kirishimiz bilan mana shunaqa holni ko'rishimiz ham mumkin. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'ldagi birinchi xonamizda kuxna bo'ladi. Chiroyli mebellar qo'yib qo'yilgan, oynalar ham yorug'ligi yaxshigina. Chap qo'lda bo'lsa, birinchi yotoqxonani ko'rishimiz ham mumkin. Kattagina razmerda va dal suradigan bo'lsa, o'ng qo'lda bitta umumiy sanuzul joylashgan bo'ladi. Chiroyli kafelar terilgan. To'g'rida bo'lsa, bizda katta zal, mehmonxona joylashgan. Orqa hovliga ikkita oyna ham tashab ketilgan ekan. Va oxirgi xonamizda yana bitta katta yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizda juda ham chiroyli remont qilingan uchastkamizda manzilimiz Sergeli Yangi hayotdan 4 kilometr masofada joylashgan Samarqand mahallasida bo'ladi. Ya'ni Yangiyo'l tumani Samarqand mahallasida joylashgan mana shu uchastkamizda narxini eslataman, $85,000 hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Budjetning narxli uchastka so'raganlar uchun mana shu ko'rib turgan 3,5 sotuvli tayyor patkuruch holatdagi uchastkamizda bor yo'g'i $85,000 ga sotiladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, lokatsiyani tushuntirib beraman. Planirovkasi keladigan bo'lsa, darvozaxonani ko'rasizlar, kattagina 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Burchida letniy kuxnaga joylar tashab ketilgan. Bu yoqda zeleniy zona va orqa tarafda ham uzun yo'lakcha qildirilib, bitta sanuzlar ham joylashgan bo'ladi. Hozir ichkaridan ham o'zim tushuntirib beraman. Asosiy binoga kirishimiz bilan mana shunaqa holni ko'rishimiz ham mumkin. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'ldagi birinchi xonamizda kuxna bo'ladi. Chiroyli mebellar qo'yib qo'yilgan, oynalar ham yorug'ligi yaxshigina. Chap qo'lda bo'lsa, birinchi yotoqxonani ko'rishimiz ham mumkin. Kattagina razmerda va dal suradigan bo'lsa, o'ng qo'lda bitta umumiy sanuzul joylashgan bo'ladi. Chiroyli kafelar terilgan. To'g'rida bo'lsa, bizda katta zal, mehmonxona joylashgan. Orqa hovliga ikkita oyna ham tashab ketilgan ekan. Va oxirgi xonamizda yana bitta katta yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizda juda ham chiroyli remont qilingan uchastkamizda manzilimiz Sergeli Yangi hayotdan 4 kilometr masofada joylashgan Samarqand mahallasida bo'ladi. Ya'ni Yangiyo'l tumani Samarqand mahallasida joylashgan mana shu uchastkamizda narxini eslataman, $85,000 hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Budjetning narxli uchastka so'raganlar uchun mana shu ko'rib turgan 3,5 sotuvli tayyor patkuruch holatdagi uchastkamizda bor yo'g'i $85,000 ga sotiladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, lokatsiyani tushuntirib beraman. Planirovkasi keladigan bo'lsa, darvozaxonani ko'rasizlar, kattagina 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Burchida letniy kuxnaga joylar tashab ketilgan.